Assalomu alaykum, hurmatli sizlar. Bugun yana bir yangi video. Qo'qonlik tabibni yangi qiliqlari haqida. Yangi qirralari ochilibdi endi. U tabib o'zini ham. Har ikkita gapini bittasida bu hammasi Xudodan deydi. Endi balki kim biladi endi yo nimadanligini, lekin endi ancha yillardan buyon farzand ko'rmayotgan ayollarni shu bitta o'sha oldingi o'sha bir xil stilda, lekin faqat shu kuf-suf degan so'zlarni qo'shib, qanaqadir shu orqasini silab, boshiga qo'lini qo'yib, qornini silab, mana shunaqa qilib seans o'tkazib yuborsa, bo'ldi, keyin farzandli bo'lib ketganmish. Mana qarang. Astag'firulloh deysiz. Bu hayron qolinadigan tarafichi bilasizmi nimada? Shu yonida har doim bir 100 ta 150 tacha odam shu o'chirib turibdi-da. Nahotki tirik organizm o'zidan o'zi u nimalar bilan tuzalmasligini odamlar tushunmasa, bir kuf-suf bilan yo bir qo'lni qo'yib turish bilan yo o'sha biotok kuchli bu degan gaplar bor-da, o'sha energiyasi kuchli. Ming kuchli bo'lganda ham buni qanaqadir bir shu fan taraflama, meditsina taraflama bir asoslab berish kerakmi yoki yo'qmi? Shu reklamani shu kuchimi deyman-da, bu hammasi bor-ku. Qachon bo'lsa reklama ko'rsataveradi, bechara sodda odamlar gapiraveradi. Odam turibdi yonida, shu ayol kishi farzandim yo'q edi, farzandli bo'ldim desa, o'g'illi bo'ldingmi? Ha, o'g'illi bo'ldim desa. O'zini ham olib kelganman. Juda yaxshi yu desa. Ha, endi shunga men qaynonamni ham olib keldim. Endi qaynotam ham o'zi keluvdilar, oyoqlarida kista bor edi. Keyin o'sha siz seansingizni olgandan keyin shu kistalar yo'q bo'lib qolibdi. Astag'firulloh, bilmadim, bularga yo pul berib gapirtiradimi shu odamlarga? Chunki gaplarda hech qanaqangi bir asos yo'q-da, hech qanaqangi bir asos yo'q. Hammasida shu bir xil gap. Shu Allohga oson. Ha, to'g'ri. Allohga oson, juda oson ekan. Mana shu sodda odamlarni mana ro'para o'qib qo'yibdi. Shunchalik Allohning ne'mati bilan davolanayotgan ekansan. Nima qilasan ulardan pul olib? Allohning inoyati bilan sen davolanayotgan bo'lsang, odamlardan pul olib nima qilasan? Pul olmay qo'yib bo'lmasa. To'g'rimi? Jannatga tushasan. Yo'q bo'lmasa nima qilasan? Har bittasidan 150 mingdan olib, u qancha o'zi yo'l kira qilib 200 mingdan olib, 30 ming 40 ming olib qo'yar. Baribir Allohning inoyati bilan olasan, tuzatyapsan. Bir dori yasab bermasa, yo bir giyohlardan bir narsalar tayyorlab bermasa, shu qiladigan ishi shu. Qayerdan og'riq deydi, shunda ushlab ko'radi. Bormi og'riq deydi. Ha, bor bo'ladi. Endi-chi deb tars etkazib orqasiga uradi, oldiga uradi. Boshini ushlab turadi, buni bosib turadi. Men bechora odamlarning ilinj bilan borganda, tuzatib o'tgan ekan. Men videosini ko'rdim deydi. Unga qani kafolat, o'sha haqiqatda o'sha odamlar bor narsani gapirdimi, yo'qmi? Endi nimalar qilmadi? Skoriyda bemorlar olib bordi. Qancha bir joylarga borib tuzatdi. Endi bu shu videoda shunaqa, misol uchun yurmaganlarni yurg'izib yubordi. Lekin o'sha har bitta narsaga asos kerak-ku. Agar rost bo'lganda, 100% rost bo'lganda shu narsa, Ves O'zbekiston bo'yicha hamma больница, klinikalar yopilib ketgan bo'lardi. 100 talik javob agar rost bo'lganda. Bu prosta o'sha ishonch bilan borib, odamlar shunchalik ishonch bilan boradiki, o'sha qo'li tekkan paytda go'yoki sezaveradi, u mana shu tuzalibman, shu menga qanaqadir energiyasi o'tdi deb shuni sezganday bo'ladi. Bir kun yaxshi bo'lib yurib, keyin misol uchun ertasiga yana o'sha ahvolga qaytib qolayotganlar juda ko'p.
shu kommentariy yozganlar. Endi buni ham baribir o'ziga yarasha savol-javoblari bo'lsa kerak. Hali vaqt o'tishi bilan. Lekin eng achinarlisi shu odamlarning o'shanga ishonib borayotganligida. Bormang. Sizga agar osonroq davolanish yo bir ishonchli davo kerakmi? Mana, пожалуйста, kiring YouTube'ga. Mana kiring, men sizga tavsiya qilaman. Men o'zimni shaxsan sinab ko'rdim. Bir marta emas, 2 marta sinab ko'rdim. Doktor Ishchanov. Mana sizga haqiqiy mana shifokor, haqiqiy tabib ham mana shuni o'zi. Birorta gapida xato yo'q mana shu insonni. Mana shu yozgan dorisi bormi, qanaqadir bir lecheniyaga belgilab bergan o'sha retseptlari bormi, hammasini og'zidan chiqqanini yozib bajarib, o'shani tavsiya qilib yoki o'zingiz qo'llab ko'ring, mana ko'rasiz. Natija beradi albatta. O'zim sinab ko'rdim men. Men doktor Ishchanov umrimda ko'rmaganman. Menga hech kim emas. Menga birovni reklama qilginam degani yo'q. Lekin haqiqatda shunaqa zo'r doktor. Kirib ko'rganingizda o'sha ma'lum bo'ladi. Men hamma gapini o'shani isboti bor, hamma gapini asosi bor. Buni bu. Bormi og'riq? Bitasizlikda bo'ldi. Endi-chi? Desa, o'g'lim, bu cho'ti o'zimni yaxshi his qildim dedi. Endi bu yangi qilig'i fashil oshibdi hammasini. Tug'may yurganlarni to'tirib yuborayotganmish. Xudo, tavba qildim. Endi jab yog'i menimcha oshdi-yu. Ancha oshib ketdi menimcha. Endi borib buni kimdir to'xtatish kerak edi. Odamlarni bekorchi vaqti bormi yo bekorchi puli bormi uni gaplarga ishonib boraveradi.